Assalomu alaykum kanalimiz mehmonlari va bizni doimiy kuzatib borayotgan aziz va qadrli obunachilarimiz. Assalomu alaykum barodaroni aziz. Mana bu videoni qo'ydan cho'ponlar tashlagan. Ancha kun bo'ldi, masalan, iyun oyining 10-chislaridan keyin mana syomka bo'lgan. بعد 10 iyun syomkasidagi video. Qo'yni ham joylashtirib kelganimizga mana ancha kun bo'ldi. Qarib bir oydan oshib qoldi. Borganim yo'q, uydaman. Qo'yda yoshlar bor, shogirdlar bor. خیلی شدمی یحمو زیادتر شد. سری گوسفند نرفتیم. در سری گوسفند شاگردها هستن. اینا بینید امسال کمال یوغان همه گل کردگیه. نصیب خدا خواهد علف ساز میشه. گوسفندم فربی میشه ولی او خب فربی شدگی نیست. بیلون چه قوی حال من سیمرگن yok. خدا خالصه kavraq, avg'on, shu o'tlar ancha gullab qolgan. Juda zo'r, guli zo'r, o't zo'r bu yil. Xudo xolasa o't yaxshi yetilgandan keyin qo'ylarim semirib qolardi. Hozircha lekin unchalik semirgan yo'q qo'ylarimiz. Biz o'zimiz bo'lsa uyda bu joylar qayr deganlar uchun bu joylar Nohiya Tavildara, Sangvor. Avvalgi nomi Tavildara edi, hozirda Nohiya Sangvor jamoati miyonadi. Inja bo'shat Nohiya Sangvor jamoati miyonadi. Ayluqi Sarko. Qizil Tumshuq degan joyda biz. Bu joylar keyinroqqa sal suv tortilib qoladi. O't qurgandan keyin sal suvlar kamroq problema bo'ladi. اینجا باشد بعدتر همین ماه آگوست کمتر آبش پرابلم میشه و امسال که از بارشات نقص باران بسیار بارشات نقص علفها حالی چیند همین درنی دره ها لوی ره ها قوق شدگی نیستن o'tlar hali daraning ichlarida pastda yo'lning jiyaklarida o'tlar qurigan yo'q. Bu yog'ingarchilik zo'r, juda yaxshi yog'ingarchilik. Bizni yana bir sizlarga bir ma'lumotni aytib qo'yishim kerak. Bizni TikTokdan ham kuzatishlaringiz mumkin. TikTokda ham Cho'pon TJ yozsalaringiz bizni profilimiz chiqadi. Dar TikTok ham men profil dorim. Cho'pon TJ naviset mebroyat profilim. Imsol alaf nas خیلی زور شدگی علف هوا سالخین امسال همی زیاد شدنی بارشات گوسفند اوقا فربی نشد. اگه هوا گرم کند روز به روز فربی شدن میگه. بیل yog'ingarchilikning ko'p bo'lganligini hisobiga qandaydir qo'ylarda ham semirishga salgina semirishi uzoqqa cho'zilyapti. Hay xudo xolasa kunlar isisa keyin semirib qoladi. Bu tabiatni ko'rgan odamlar dam oladi, rohat qiladi. Bu pagodaga chiqib bir dam olsangiz, havosi toza havo. Ayni damda masalan hozir iyun oyining yozning qoq o'rtasi desa ham bo'ladi. Masalan hozir yozning qoq o'rtasida ko'k o't, salqingana havo, qorli tog'lar, mazza joylarda bular. Yana bir ma'lumot sizlarga. Kimgadir chorva boquvchi, chorvaga qiziquvchilar uchun Altemur drabilkalari kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana suratini qo'yib o'taman. Har xil namutlardan bor. 3 kilovatlik, 4 kilovatlik, 6,5 kilovatlik alyumin atmotkali, mis atmotkali har xil dastan kelib qolgan yangi namutlardan kelib qolgan. Setkalarini yonboshdan olib yonboshdan qo'yadigan. Menga nomerlarimni qo'yib o'taman, murojaat qilsalaringiz batafsil sizlarga tushuntirib beraman. Kadomiki yami
чорводорӣ завқ дошта бошанд, драбилкаҳои Алтимур ҳастед. кадомида дар кор боша ба мо муроҷиат кунед. дар рӯи экран сураташон мемонем, номерҳошон мемонем. ба мо муроҷиат кунед, мефаҳмонем 3 киловатта, 4 киловатта, 6.5 киловатта, отмоткаи алюминий, отмоткаи миси, ҳар хелиш ҳастай. ба мо муроҷиат кунед. саломат бошед. видеоро то охириша тамошо кунед.